bitta shu katta basseynimiz 2 million 500 ming so'm turar ekan. Balandligi 1 metr ekan, kattaligi 360 santimetr ekan. Basseynlar narxini ish bilib bo'lyapti o'zi. Ko'ramiz. Basseynlarning narxini bilish uchun bozorga chiqing. Aka, Hormon, yaxshimisiz? Basseynlar narxini ish bilyapti, aka? Basseynlarimiz aka, buni Bash basseynimiz ish bilyapti, aka. diametr bo'ladi, chuqurligi 61 bo'ladi, aka. 340 ming so'm qilib beramiz, aka. Ma'miliz nechta chiqadi, aka? 366. 366 bo'ladi, diametri, chuqurligi 76 bo'ladi, aka. Bunimizning narxi aka 1 million chiqadi. Xo'p, hamyonbop, hamma o'tgan basseyn qaysi biri bo'ladi, aka? O'tgan basseyn hozir kunda aka 3 bo'ladi, aka. 3 metr uzunasi, 2 metr eni, balandligi 75. Bu joy tanlaymaydi, bu joyga tushib ketadi, kompaktni aka. Bunimiz aka 975 ming qilib beramiz. Mana shu 975 ming turadimi? 975 ming. Bitta mana shu. Dastavkani qilib berasizmi aka buni? Beramiz aka. Bo'ldi, qanaqa yana qarasiz? Kattasi qaysi biri aka? Kattasi mana bor. Mana. Mana shu bor, katta aka. 4,5 ga 4,5 bo'ladi. Balandligi 122 bo'ladi aka. Buni o'zini komplektida filtri, narvoni, ustiga yopadigani, tagiga solib qo'yadigani bo'ladi. Bunimizning narxini aka 4 million qilib beramiz aka. 4 millionmi? 4 million qilib beramiz. Mashkarobkani ichida mana shu hamma narsasi chiqadimi aka? Bor. Shu postimizni basseyn qidirib yurgan do'stlarimizga sekin jo'natib qo'yamiz.